Patsient ayol kishi 76 yoshda 2019 va 2024-yillarda chap oldinga tushuvchi, keyinchalik LED deb nomlayman va chap aylanib o'tuvchi, keyinchalik LCX deb ataymiz, arteriyalarga stentlar implantatsiya qilingan. Hozirda patsient oxirgi 2 oyda va ayniqsa so'nggi 2 haftada anginoz og'riqlarini zo'rayganligi tufayli qayta murojaat etdi. Va angiografiyada bu bizda birinchi kaudal ko'rinish. E'tibor berishimiz mumkin. Avval implantatsiya qilingan stentlarning soyalari va LEDning 6-segmentida stenoz sohasini ko'rishimiz mumkin. E'tibor qarating, stenozdan oldingi segment rangi to'qroq kontrastda bo'yalishi va stenozdan o'tiboq kichik uzunlikda rangni ocharishini ko'rmoqdamiz va keyinchalik yana rang to'qlashmoqda. Bu degani mana shu sohada biz gemodinamik ahamiyatsiz ko'ringan bo'lsa ham ushbu stenoz, lekin yuqoridagi men aytgan belgi aynan shu segmentda turbulent oqim borligini va stenoz gemodinamik ahamiyatli bo'lishi mumkinligini angiografik belgilaridan biri hisoblanadi. Keyingisi bu o'ng kranial ko'rinish. Bu yerda ham biz stentni soyalarini ko'rmoqdamiz va men yuqorida ko'rsatgan stenoz sohasini ushbu ko'rinishda endi gemodinamik ahamiyatliroq deb baholash imkoni bor. Bundan tashqari LEDni stent implantatsiya qilingan sohalarida bir qismida mana bu yengil kichik qalinlikdagi oq chiziqchani ko'rmoqdamiz. Mana e'tibor qarating. Demak, stentni chizig'i qora va uning ustidan xuddiki ichki qavati mana oq yengil qoplama bilan demak, yopilganligi. Bu nimani belgisi? Bu demak, ana shu stentni ichida yangitdan to'qima hosil bo'layotganligini angiografik belgisi. Bu yerda ne ateroskleroz yoki neointimal giperplaziya belgilari bo'lishi mumkin. Bunga albatta men keyingi quyi holatlarda, ayniqsa tomir ichi vizualizatsiyasi xulosalarida ushbu ikki atamaga batafsil to'xtalishga harakat qilaman. Keyingi e'tiborli jihati bu a, LED hamda LCX orqali tarmoqlararo kollaterallarni o'ng koronar arteriyaga tomon harakatlanishini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda to'g'ri kollateral tarmoqlar juda ham katta emas. O'ng koronar arteriyaning distal segmentlari unaqa to'liq yaqqol bo'yalmayapti. Lekin nima bo'lganda ham o'ng koronar arteriyada surunkali okklyuziya bor degan belgini beruvchi angiografik holat. Navbatdagi ko'rinish bu spider. Bu yerda ham biz oldingi tasvirlardagi kabi stentlarning soyalarini ko'rishimiz mumkin va ana endi biz birinchi ko'rinishda aytgan turbulent oqimga qaytamiz. Sababi bu yerda yana ham yaqqol namoyon bo'lgan. E'tibor bering, stenozdan avval kontrastni bo'yalishi to'qroq, stenozdan keyingi qisqa segmentda bu yerda och va yana rang to'qarmoqda. Aynan shu belgi angiografik turbulent oqimning asosiy belgisi hisoblanadi. Bundan tashqari LCX ga e'tibor qaratamiz. Stent implantatsiya qilingan sohalarda stentni atrofida mana bu kabi kengayishlar, bulutsimon o'zgarishlar bor. Bu biz 2019-yilgi filmlarga solishtirganimizda u yerda stent implantatsiyasidan oldin ham natif arteriyalarda ushbu holat borligini, ya'ni bemorda avvaldan aynan shu proksimal segmentlarida LCX ni ektatik o'zgarishlar borligini biz aniqladik. Va endi bu yerda ortiqcha demak e'tibor qaratish demak muhim emas. Nima uchun buni keltirmoqdaman? Sababi biz stentni atrofida bu kabi holatni ko'rsak, birinchi bo'lib bizni xayolimizga keladigan narsa bu mikotik infeksiya. Bu haqda ham batafsil demak internet tarmoqlarida va adabiyotlarda tanishishingiz mumkin. Keyinchalik yana bunga alohida bag'ishlangan demak materiallar tayyorlashga harakat qilamiz. Keyingi ko'rinish esa bevosita o'ng koronar arteriya. Arteriyani ko'rib turibmiz. Birinchi va ikkinchi segmentlarda diffuz zararlangan gemodinamik ahamiyatli stenozlar va arteriyaning ikkinchi, uchinchi segmentlari chegarasida surunkali koronar okklyuziya. Men avval ta'kidlaganimdek, bemorning 2019-yilgi angiografiyasida ham ushbu arteriyani xuddi shu holatda ekanligini aniqladik. Bu nimadan dalolat? Bu shundan belgiki, demak biz barcha tomirlarda torayish topganimizda, o'zgarish topganimizda ularni hammasini ham davolash shart emas ekan. Nima uchun? Sababi bemor o'tgan ikkita amaliyotdan so'ng
yetarlicha faol hayot tarzi kechiradi. Bemorni yoshiga qaramasdan u anchagina yetarli jismoniy yuklamani bajaradi. Har kuni 7 mingdan ba'zida 18-20 ming qadamgacha yayov yura oladi. Agar biz revaskulizatsiyani baholasak, bu yerda demak avvalgi amaliyotlar nomi to'liq funksional revaskulizatsiya deb nomlanadi. Ya'ni bitta tomir qolgan. Agar oldingi amaliyotlarda o'ng koronar arteriyani ham ochib, bu yerga ham stent implantatsiya qilinganda bizda demak to'liq anatomik revaskulizatsiya bo'lar edi. Ya'niki aytmoqchimanki, bemorlarda to'liq funksional revaskulizatsiya ham aksariyat holatlarda asosli. Sababi biz bemorni bezovta qilayotgan asosiy zararlanishlarni topib bartaraf etsak, bemor o'zini yaxshi his qiladi va optimal medikamentoz terapiyada biz ko'rib turgandek, hozir bu demak 2019-yildan hisoblasak 7-yil boshlangan va o'tgan vaqt mobaynida bemor o'zini hayot sifatiga bunday qo'pol demak shikoyat keltirmadi. Biz yuqorida keltirgan holat bemorni klinik shikoyatlari demak angiografiya xulosalarini inobatga olib, revaskulizatsiyaga kirishdik va albatta ishimizni tomir ichi vizualizatsiyasidan boshladik. Demak, birinchi IVUS tasvirlariga to'xtalishni boshlayman. Biz juda chuqur pastga tushib bormadik. Chunki stent deyarli 8-segmentni qoplab olgan LEDni va biz asosiy angiografik qoniqarli deb topgan sohadan boshlab IVUS nazoratini boshladik. Mana ko'rib turibmiz, bu yerda oq bu nuqtalar demak stentni avval implantatsiya qilingan stentni soyalari. O'rtada qora halqa bu IVUS kateteri va ushbu oq nuqtalar bilan halqa o'rtasidagi barcha sohalar tomirni hozirda qon oqimi saqlangan demak yuzasi hisoblanadi. Biz yuqoriga qarab harakatlanishda davom etamiz. Ko'rib turibmiz, oq soyalarni ichida hozircha unaqa qo'pol o'sish yo'q. Ya'niki stentni ichida demak yangitdan hosil bo'lgan neateroskleroz yoki neointimal giperplaziya mana endi to'xtalamiz. Belgilarini hozircha biz ko'rmayapmiz. Demak, ushbu atamalarga batafsil to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchi, demak tushuntirish berishdan oldin shu o'rinda qisqa neointimal giperplaziya va neoaterosklerozga to'xtalib o'tmoqchiman. Adabiyotlardagi mavjud ma'lumotlarga ko'ra, neointimal giperplaziya bu stent implantatsiya qilingandan so'ng uni ostidagi demak silliq mushak to'qimasi hamda ko'piksimon hujayralar ularni demak mahalliy o'sha stentni implantatsiya qilinishiga reaksiya sifatida ularni migratsiyasi. Stentni ichiga qarab demak kattalashib, o'sib borishi natijasida stentni ichki yuzasini qoplab olishi. Bu asosan demak stent implantatsiya qilingandan keyin erta davrlarda birinchi 3 oy, 6 oy, uzog'i bilan 1 yilgacha bo'lishi mumkin. Va ko'proq albatta bu avvalgi era dori qoplamasiz bo'lgan stentlarda ko'p uchragan. Hozir esa keyingisi bu neoateroskleroz. Neoaterosklerozni farqli tomoni bu yerda men yuqorida aytgan hujayralar emas, balki yangitdan demak aterosklerozga xos to'qimani rivojlanishi. Bu ko'proq stentlar implantatsiyasidan keyin asosan yangi avlod dori qoplamali stentlarda va ularni uzoq muddatli davrida 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil va uzoq yillar davomida demak stentlarni faoliyat ko'rsatishi natijasida ularni ichki yuzasini yangitdan aterosklerotik to'qima qoplab, torayish yuzaga keladi. Ana shu ikkita hozirda asosiy tushuncha mavjud. Demak, davom etamiz. Biz LEDni yuqorisiga qarab harakatlanmoqdamiz. Mana bu sohalarda e'tibor berishingiz mumkin. Stent 2 qavatdan, ya'ni bir-biriga ulangan sohalar. Mana oq demak strata nuqtalari va uni ostida yana stratalar. Tepaga qarab mana bu yerda ham yaxshi sezilgan 2 qator. Mana bu oq chiziq bu bizning vayrimizni, koronar vayrini soyasi va hozir e'tibor berib turasiz, bu yerda o'sha neoateroskleroz sohalarini ko'ramiz. Mana qarang, stentni oq stratasi va kateter bilan stentni orasida mana bu demak donador yuza va tomirni ichki sathidan rangi biroz farq qiladi. Bu esa aynan o'sha biz yuqorida angiografiyada ko'rgan demak stentni ichidagi oq chiziqchani aynan shu deb baholashimiz bemalol mumkin. Demak, stentni bir necha yillar oldin implantatsiya qilinganligini inobatga olsak, biz buni neoateroskleroz deb baholashimiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz o'zingiz, buni donadorligi ham yuqoriga yurgan sari o'zgarmoqda. Mana uni aniq chiziqlari ko'rindi va bu yerda hozir
ikkita turga ajratiladi ko'proq neoateroskleroz bu kalsiyga boy, kalsiyga boy bo'lmagan. Bu yerda mana biz kalsiy to'qimasini deyarli ko'rmayapmiz. Bu kalsiysiz neoaterosklerotik o'zgarish. Demak, yuqoriga qarab harakatlanishda davom etamiz. Ba'zi joylarda e'tibor bering, stent bu halqasimon emas, demak halqa bo'lmagan, ellips har xil boshqa geometrik shakllarda ochilgan va mana bu yerda biz yon shoxcha sohasiga yaqinlashdik. Mana LED, LEDdan chiqayotgan yon shox va yon shoxni ro'parasida mana o'sha implantatsiya qilingan avval stentni stratalar. Va biz yuqoriga yurgan sari hozir demak, avval implantatsiya qilingan stentdan chiqib kelmoqdamiz va mana bizni angiografiyada ko'rgan stenoz sohalarimiz boshlandi. Mana bu qora halqa media, o'rtadagi tim qora halqa bu IVUS kateter, koronar vayrni soyasi, tomirni ichki qon oqimi saqlangan yuzasi, qolgan barcha sohalar qayerdadir oqroq, qayerdadir to'qroq, donador, bir xilda har xil demak ko'rinishda. Bu hammasi nima? Plak. Plak, ya'ni plakni qoplab olgan yuzasi. Va biz yuqoriga harakatlangan sari eng kritik sohaga hozir yaqinlashib kelmoqdamiz. O'sha men angiografiyada aytgan turbulent oqimni hosil qilayotgan soha mana. Agar biz hozir chiziq o'tkazsak bu yerda, demak meni ko'rsatkichimga qarab turing, oq mana harakatlanmoqdaman. Mana shu yuza va kateterni, IVUS kateteri, demak, IVUS kateterni sohasi mana shu men sun'iy chizgan yuza bu tomirni hozirda qon oqimi saqlangan yuzasi. Qolgan barcha yuzalarni ko'rib turibsiz. Demak nima? Plak qoplab olgan va IVUSda ko'rishimiz mumkinki, biz angiografik demak gemodinamik ahamiyatli bo'lishi mumkin deb baholangan torayish haqiqatan ham gemodinamik ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor vizualizatsiyada 3Dda ko'ndalang kesmada biz buni tasdiqladik. Yuqoriga qarab harakatlanamiz. Bu yuqoriga ostial segmentga yaqin, demak plakdan ozodroq sohalar bor, lekin nima bo'lganda ham arteriya to'liq oxiriga qadar demak, qaysidir ma'noda qayerdadir kamroq, qayerdadir ko'proq plak bilan qoplangan. Mana bu sohalarga e'tibor qaratsak, bu nisbatan sog' sohalar, mana ostial segmentga yaqinlashmoqdamiz, lekin baribir plakni belgilari bor va mana hozir demak o'sha LCXdagi implantatsiya qilingan stentni soyalari ko'rina boshlandi. Chunki u yerdagi stent LCXni ostial segmentidan avval implantatsiya qilingan va mana LCXni og'zi, uni boshlangan ostial segmenti, bu yerda mana LEDni ostial segmenti va yengil bu yerda mana plakni belgilarini ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, bu ostial segmentlarga nima uchun ko'p ahamiyat beryapman? Sababi aynan IVUSda ham ko'rishimiz mumkin. Demak, biz harakat qilish imkonimiz bor ostial segmentdan stent qo'yishga, lekin zararlanish sohasi qisqaligi va baribir u yerda plak borligini inobatga olib, biz ko'pincha endi adabiyotlarda ham shunday ma'lumotlar bor. Aynan shu segmentlarda asosiy toch tomir, bu keyinchalik left main deb nomlaymiz. Left mainni qo'shib olish maqsadga muvofiq deb bilamiz. Mana e'tibor bersangiz, left mainda ham mana plak sohalari bor. Ya'ni left main ham absolyut sog' tomir emas. Biz yuqoriga qarab harakatlanishda davom etmoqdamiz va mana aortaga chiqib, hozirda demak asosiy IVUS nazoratimiz tugadi. Endi biz bevosita amaliyotni davom ettirishga kirishamiz. Bundan oldingi ma'lumotlarni batafsil harakat qildim berishga. Demak, IVUS tekshiruvidan so'ng biz plakni yumshoqligi, uni demak taxminiy tarkibini tahlili va tomirni demak o'lchamlarini aniq bilib olgandan so'ng biz to'g'ridan-to'g'ri stent implantatsiya qilishga qaror qildik. Stentimiz diametri 4, uzunligi 22 millimetr. Mana e'tibor bering, avvalgi stentga qisman kirdik va left mainni ostial segmentiga pozitsiya qilish jarayonidamiz. Bu o'rinda asosan mutaxassislar, ekspertlar demak chuqur kranial demak ko'rinishni qo'llashni tavsiya etishadi. Biz shu orqali tomirni ostial segmentida pozitsiya qilish imkonimiz osonlashadi. Ko'rib turibmiz, bu yerda stentni mana o'zini marker nuqtalari va aniqki, markerdan keyinoq demak asosiy stent qismi boshlanmoqda. To'g'ridan-to'g'ri stent qo'yish har doim ham tavsiya etmaymiz. Biz ayniqsa o'zimizni tajribamizda
Lekin aynan shu holatda biz e, aynan iOS'ni xulosalariga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri stent implantatsiya qilish imkoni bor deb qaror qildik. Va mana keyingi ko'rinish, ko'rib turibsiz, bu yerda demak biz o'lchamni to'g'ri olganligimiz sababli bemalol katta bosimda stentni implantatsiya qilishga muvaffaq bo'ldik. Biz oldindan iOS'da tomirni o'lchamlarini deyarli aniq bilganimiz sababli stentni implantatsiya qildik va endi optimizatsiyaga kirishmoqdamiz. Odatda biz left main'dan boshlaymiz doim poddan. Chunki agar biz bu yerda yetarlicha pod qilmasak, har ehtimolga qarshi mabodo keyin yana vayrni chiqib ketishi yoki kirishga qiyinchilik tug'ilgan paytda biz demak stentni stratalar orasidan emas, o'zidan o'tishini ta'minlashimiz kerak. Nima uchun bunday deyapman? Sababi aniq bilamizki, hozir biz implantatsiya qilgan stent left mainda ichida kichkina, ya'ni left mainga o'lchami mos emas. Chunki biz stentni left mainga qarab emas, uni distal segmentlaridagi LEDni stenoziga, stenoz sohalariga nisbatan stentni tanlaganmiz. Demak, podga kirishdik. Ko'rib turibsiz, biz tekshirib olmoqdamiz ballonimiz qayerda turganligini. Ballonimiz 5,5 millimetr diametrda va mana biz bosqichma-bosqich birinchi nominal, keyin kattaroq atmosferada shishirmoqdamiz va podpuff sign belgisi, ya'ni ballonni shishirgan vaqtda biz kontrast moddani kiritamiz ozgina va agar kontrast modda ballonni atrofidan sizib, stentni, ya'ni hozirgi bu holatda umuman arteriyani distal segmentlariga o'tmasa, bu negativ podpuff sign, ya'ni ballon deyarli stentni to'liq qoplab oldi, o'lcham to'g'ri olindi degani. Agar aksincha musbat bo'lsa, ballonni oralaridan kontrast modda o'tib, tomirni distal segmentlari kontrastlanish ehtimoli bor. Keyingi bosqich bu ballon kateter, yana NC 4,5 millimetr. Biz endi demak stentni LED sohalarini bevosita kengaytirishga kirishdik. Bu yerda ham demak bir necha bor katta bosimda demak tomirni kengaytirishga harakat qilmoqdamiz. Ko'rib turibsiz, stent ichida ballonni ochilishi qoniqarli, ortiqcha harakatlar talab etilmadi. Stent implantatsiya qilinib, optimizatsiya qilingandan so'ng yana nazorat iOS'ga kirishdik. Albatta yana pastroqdan chiqishga qaror qildik. Har ehtimolga qarshi yana bir bor ko'rib qo'ysak buni ziyoni yo'q va stentlarning ulangan sohasini yaxshi ko'rish imkoni bo'ladi. Mana e'tibor bering, biz avvalgi stentlardan yana yuqoriga qarab harakatlanib kelmoqdamiz va taxminan mana shu segmentlarda bizda keyingi qavat boshlandi. Mana o'lchamini kattaligidan ham bilsa bo'ladi. Stentni ochilishi qoniqarli, ko'rib turibmiz. Bu yerda deyarli plakni to'liq qoplagan, ya'ni bu yerda ochilmay qolgan yoki tomirni demak toza sathi bilan stentni orasida hech qanday masofa yo'q. Mana bu oq o'sha stratalar yetarlicha kengayib, demak mediaga yaqin, qaysidir sohada media bilan plak, uni demak stent stratasini orasida plak mana joylashib turibdi. Bu ochilishni yaxshi belgilari ekanligidan dalolat. Biz yuqoriga harakatlanishda davom etmoqdamiz. Hozir mana asosiy tosh tomirga qarab chiqamiz. E'tibor bering, bu yerda ham demak stentni ochilishi qoniqarli, uni yuzalari yaxshi yopishib turmoqda arteriyaga nisbatan. Mana demak oq soyalarga e'tibor bersak, barchasi o'sha media qavatga yaqin. Bu yog'i endi mana stentni demak yuqori sohasi, pastki sohasida esa mana demak nima aorta tomoni, yuqori tomoni kechirasiz, pastki tomon bu demak o'sha left mainni demak qoplab turgan mana stratalar bir qismi ko'rinmayapti. Sababi demak ko'rsatkichini, iOS'ni ko'rsatkichini bir qismi aorta tomon demak nima chiqib bo'ldi. Agar ko'rsatkichlarga qaytsak, demak left mainda mana ko'rib turibsiz 18,4 millimetr kvadratdan ko'p. LEDni o'zida esa eng kichik soha bu deyarli 13 millimetr kvadrat. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Shuning uchun ham mana bu demak ko'ndalang kesmadagi yuzani o'lchamlarini inobatga olgan holda bu yerda boshqa qaytadan kirib ballon kateter bilan yana kengaytirish shart emas deb topdik va endi keyingi tasvirlarda biz demak nazorat oxirgi angiografiyalarga to'xtalamiz. Final angiografiyalarni biz yuqorida boshlagandek, demak asosiy oldingi proyeksiyalardan boshlaymiz. Sababi biz harakat qilamiz amaliyotlarda, amaliyotni oxirida amaliyotdan oldingi
o'sha ko'rinishlarni aks o'shani o'zini aynan qaytarishga, sababi solishtirish doim ham oson bo'ladi. Mana e'tibor bering, biz boshida eslasangiz, demak, kaudal ko'rinishdan boshlagan edik. Mana hozir kaudal ko'rinishda stendni ochilishi angiografik judayam yaxshi. Bu yerda demak hech qanday defektlarni biz ko'rmayapmiz va LCX ga ham e'tibor bersak, bu yerda ham qon oqimini kompromitatsiyasi deyarli yo'q. Va ana shu angiografik belgi, biz undan oldin ko'rgan iOS'dagi belgilarni inobatga olib, biz LCX ga qaytadan wire o'tkazish, u yerda kissing balloon texnikasini amalga oshirish shart emas deb topdik. Chunki qon oqimi qoniqarli. Bu keyingi bu kissing balloon texnika bu yerda ortiqcha harakat bo'lish ehtimoli yo'q emas. Endi esa o'ng kranial proyeksiyaga o'tamiz. O'sha ko'rinishga bu yerda mana e'tibor bering, stendni ochilishi qoniqarli, lekin mana bu sohada biroz kichik defektga o'xshash, demak, qisman soha bor. Mana shu soha biz demak yuqorida o'sha ko'rgan iOS'da 12 dan oshiq, deyarli 13 millimetr kvadrat bo'lgan yuza, demak angiografik bu ko'rinish bo'lgani bilan biz iOS'ni nazoratni inobatga olib, ko'rsatkichlarni hisoblab, bu yerda qaytadan kirib balon angioplastika qilish kerak emas degan xulosaga to'xtaldik. Mana demak filmlarni play holatda ko'rmoqdamiz va so'nggi endi o'sha bizni tahlil proyeksiyamiz, ya'ni ko'rinishimiz bu demak Spider. Mana bu yerda ham e'tibor bering, stendni ochilishi juda ham yaxshi, defektlar yo'q. Qon oqimi endi men yuqorida avval ko'rsatgandek turbulent oqim bu yerda yo'q. Tomirni butun uzunligi bo'ylab qon oqimini rangi bir xilda. Va LCX ga qarasak, bu yerda ham qon oqimi qoniqarli. Xuddi LED Leftman kabi, demak rangi ham, qonni, ya'ni kontrast modani harakatlanishi ham tezligi bir xilda. Demak, bu yerda qo'shimcha wire o'tkazib, bu yerda ikkita balon olib, ularni alohidadan kengaytirib va oxirida yana qaytadan pod qilishga ehtiyoj yo'q. Xullas, xulosa qilib aytaman, amaliyotga ko'pincha ma'lumotlar bo'ladiki, amaliyotlarni iOS nazoratida bajarish, demak moliyaviy jihatdan bu qimmatga aylanadi deb. Endi bu yerda men nima demoqchiman? Bu keys orqali bizda iOS kateterini qo'llash quyidagi ustunliklarni berdi. Men ularni sanab o'taman. Birinchisi, biz plakni aniq, to'g'ri baholay oldik. Tomirni o'lchamlarini aniq bildik va to'g'ridan-to'g'ri stent implantatsiya qilish texnikasiga ishonch bilan kirishdik. Bundan so'ng esa optimizatsiyaga, o'lchamga, demak, yana aniq balonlarni olishga imkon bo'ldi. Biz birdaniga ikkita balonni aniq o'lchamda olib, to'liq yaxshi optimizatsiyaga erishdik va iOS nazoratida biz LCX da ham qo'shimcha, demak, u yerda rewiring, kissing balloon texnik amaliyotlarini bajarish kerak emas degan xulosalarni oldik. Va albatta o'sha final iOS'da stendni ochilish darajasini, tomirni ichki yuzasini qay darajada kengaytirganligimizni aniq dalillar asosida baholab oldik. Ya'niki iOS'ni ushbu nazoratda, ya'ni amaliyotda qo'llash bizni ishimizni optimallashtirdi. Biz ortiqcha harakatlardan, ortiqcha demak tibbiy jihozlar ishlatishdan to'xtaldik. Ya'niki amaliyotni moliyaviy jihatdan ham bu optimallashtirdi. Va aynan shu holatlarda, masalan, ba'zi bir markazlarda, ba'zi bir masalan mutaxassislar, ular hozir LCX ga yana qaytib o'tish, yana u yerda balon angioplastika qilish yoki bo'lmasam hozirgi men ko'rsatgan stentni biroz demak yengil defekt sohasida yana qaytadan balon olish, yana kengaytirishga kirishishlari mumkin. Ya'ni men aytmoqchi bo'lyapmanki, iOS bizda hozirda ortiqcha harakatlardan bizni saqlab qoldi. Bu bundan tashqari, aynan hozirgi zamonaviy tavsiyalardagi Leftmanni bifurkatsion zararlanishlari, LED, LCXni OCL zararlanishlarida, demak, iOS nazoratida stentlash amaliyoti tavsiyalar bo'yicha kuchi 1A ekanligini yana bir bor dalili. Ya'niki, siz bu kabi zararlanishlarda agar iOS'ni qo'llab yoki OKTni qo'llab, siz yetarlicha dalillar bilan o'z qadamlaringizni bajarsangiz, demak, bu patsientlarda
Ya'ni proksimal o'sha ostial zararlanishlarda men aynan bu patsiyent nazarda tutmayapman, chunki bu yerda hozir kardiojarrohlar uchun demak, tomirlarni tikishga imkoniyat yo'q, chunki arteriyani asosiy qismlari stentlangan. Lekin agar stentlar yo'q deb hisoblasak, bu tomirda natijalar bir-biriga taqqoslovchi, deyarli bir xil bo'ladi. Ya'niki, vizualizatsiya bizni amaliyotlarimizni sifatini, natijasini va uni klinik tavsiyalardagi kuchini yuqori darajaga olib chiqishga yordam beradi. Asosiy yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shu edi. O'ylaymanki, buni ko'rgan, tanishib chiqqan mutaxassislarimizda ozgina bo'lsa ham foydali ma'lumotlar olishadi. Agar sizda, amaliyot, uni bosqichlari va umuman, sizda uni bajarilishi davomida yuzaga kelgan savollaringiz yoki takliflaringiz bo'lsa, marhamat izohlarda qoldirsangiz yoki bizga aloqaga chiqsangiz, bundan xursand bo'lamiz. Biz doim demak bu muhokamalarga tayyormiz, chunki muhokamalar aynan shu kabi bir-birimiz orqali, bir-birimizni amaliyotlarimizni o'zaro bo'lish orqali biz yangi bilimlarga va ushbu bilimlarimizni yanada ko'nikmalarimizni yuqori darajalarga olib chiqishga erishamiz.